Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dastlabki xizmatimiz Andijon viloyati Bo'ston tumaniga bo'ldi. 50 ga 1.40 ligini 5 metrga 4 metr xona uchun mo'ljallangan olib kelib ishlatib berdik. Chotki holatda ishlab turibdi. Tog'a, so'z isboti bilan bir ko'ringchi ishlashini. Isish qalay bo'ldi? Qo'lni kuydiryapti-yu. 5 metr bo'ldi, tog'a. 5 metr bo'lgan yo'q hali. 5 metr bo'lgan yo'q. Gap yo'q. Chotkimi tog'a? Chotki zo'r. Gap yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Ekranda telefon nomerlarda WhatsApp, Telegram mavjud. Siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, uyingiz O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonda barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana dastlabki qilishganiga 2 soat bo'lgan-ku, to'g'ri. Mana olib kelib ishlatib berdikmi? Bizda dastlabki juda ham tez, xudo xolasa. Olib kelib ishlatib beramiz vodiyda, vohaga kuryerlarimizdan chiqarib yuboramiz. Kunlik tok rasxodini aytadigan bo'lsak, kuniga 12 ming so'mgacha tok rasxod qiladi. O'zi o'chib yonadigan termostatli bo'ladi. Ustiga kiyimlarni yoyib qursa ham bo'ladi. Ko'chma narsa hisoblanadi. Devorga ilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kranshtaynni chiqadi ichidan, sameglavni. Kranshtaynlar bilan olib kelib berdik. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi telefondan.